Aziz vatandoshlar, assalomu alaykum. Krasnodar Toshkent, Rostov-na-Donu Toshkent, Saratov Toshkent yo'nalishi bo'yicha avtobus xizmatlarimizni taklif qilamiz. Krasnodar, Rostov, Saratov, Krasnodarga yaqin bo'lgan Sochi, Anapa, Simferopol, Stavropol, Qrim, Novorossiysk, Gelenjik shaharlaridan, Mariupol, Donetsk, Lugan shaharlaridan bizning avtobuslarimiz orqali vatanga qaytishingiz mumkin. O'zbekistondan ham Rossiyaning juda ko'plab shaharlariga qatnayapti avtobuslarimiz. Bemalol qo'ng'iroq qilib bog'lansanglar bo'ladi. Rossiyskiy nomerimiz +7 960 285 75 75. O'zbekiston raqamimiz esa 90lik kodi bilan 268 53 13 raqamlari orqali bog'lanib, o'zingiz uchun joy yozdirishingiz mumkin. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar aziz vatandoshlar. E'tiborlar uchun rahmat. Eng ishonchli hamda sifatli xizmatlar bizda.